ishtirokchilari va mehmonlari. Hurmatli xonimlar va janoblar, yoshlar o'rtasidagi 29-Osiyo chempionatining jamoaviy bahslari bo'yicha taqdirlash marosimiga xush kelibsiz. Good evening, dear guests and our players. Welcome to the awarding ceremony for the 29th Asian Youth Championship Team event. Marosimni 15 yosh toifasigacha bo'lgan qizlar o'rtasidagi o'yinlar g'oliblarini taqdirlashdan boshlaymiz. Let's start the ceremony with the under 15 girls team event. G'oliblarni sahnada qarshi oling. Please welcome the medalists. Medallar va esdalik sovg'alarini topshirish uchun rasmiylarni sahnaga taklif etamiz. Sherzod Pardayev, Soliq qo'mitasi huzuridagi Soliq servis davlat unitar korxonasi direktori. To present the medals and flowers, may I invite Sherzod Pardayev, Director of the Soliq Service Unitary Enterprise. Demak, yarim finalchilarni sahnaga taklif etamiz. Kutib oling, Xitoy terma jamoasi va Singapur terma jamoasi. Please welcome our semi-finalists, Team China and Team Singapore. Marhamat, sahnada Sherzod Pardayev, Soliq qo'mitasi huzuridagi Soliq servis unitar korxonasi direktori. Please welcome Sherzod Pardayev, Director of the Soliq Service Unitary Enterprise. Xitoy terma jamoasiga bronza medallari topshirilmoqda. Terma jamoasi a'zolari sovg'alarni olishmoqda. Endi navbat Singapur terma jamoasini taqdirlashga. Marhamat. Now it's turn to Team Singapore. Endi ikkinchi o'rin sohiblarini sahnaga taklif etamiz. Ular Yaponiya terma jamoasi. Kumush medal sohiblari. Now it's turn to Team Japan. They are waiting for the silver medal.
Sahnada Yaponiya terma jamoasi kumush medallarni qabul qilib olmoqda. On the stage we are seeing Team Japan. They are giving their present. Diqqat qiling, 15 yoshgacha bo'lgan qizlar o'rtasidagi jamoaviy musobaqaning chempioni sahnaga taklif etiladi. Ular Koreya Respublikasi terma jamoasi. Marhamat. And the champion of the under 15 girls team event is Team Korea Republic. Congratulations! Chempionlarga kubokni topshirish uchun sahnaga rasmiyimizni taklif etamiz. Abdulla Al-Mulla, Osiyo stol tennisi ittifoqi kengashi a'zosi. Sahnada Koreya terma jamoasi. On the stage, Team Korea Republic. Chempionlarga kubokni topshirish uchun Osiyo stol tennisi ittifoqi kengashi a'zosi Abdulla Al-Mulla taklif etiladi. To present the trophy for the champions, may I invite Abdullah Al-Mulla, council member of the Asian Table Tennis Union. Hayajonli daqiqalar, chempionlarimizga kubok topshirilmoqda. Olqishlab qo'yamiz. Congratulations to our champions. Hurmatli xonimlar va janoblar. Koreya Respublikasining davlat madhiyasi yangradi. O'rningizdan turishingizni so'raymiz. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of the Korea Republic. Hurmatli sportchilar va mehmonlar, iltimos esdalik uchun suratga tushishga birgalikda sahnada turishingizni so'raymiz. I would like to ask all players and guests to take the group photo, please.
Rasmiylarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Sovrindorlar, iltimos guruhli suratga tushish uchun joy egallang. Endi esa navbat yoshlar o'rtasidagi 2025-yilgi Osiyo chempionatining chempion jamoasi bilan suratga tushiladi. Thank you to the presenters. Medalists, please stand for a group photo. Thank you very much. Next photo shoot will be champion team of the 2025 Asian Youth Table Tennis Championship. Yoshlar o'rtasidagi 29-Osiyo chempionatining jamoaviy bahslar bo'yicha taqdirlash marosimining navbatdagi qismiga o'tamiz. 15 yoshgacha bo'lgan o'g'il bolalar jamoasi musobaqasi bilan davom ettiramiz. Hurmatli muxlislar va sovrindorlarni olqishlar bilan kutib olsangiz. Let's start the ceremony with the under 15 boys team event. Please welcome the medalists. Yarim finalchilar Yaponiya terma jamoasi va Koreya Respublikasi terma jamoasi. Semi-finalists Team Japan and Korea Republic. Runner-up Team India. Ikkinchi o'rin sohibi Hindiston terma jamoasi. Hamda chempion Xitoy terma jamoasi. And the champion of the under 15 boys team event is Team China. Medallar va esdalik sovg'alarini topshirish uchun sahnaga rasmiyni taklif etamiz. Kanatbek Turgunbekov, Qirg'iz Respublikasi stol tennisi assotsiatsiyasi prezidenti. To present the medals and flowers, may I invite Kanatbek Turgunbekov, Table Tennis Association of Kyrgyz Republic. Medallar Yaponiya terma jamoasi va Koreya terma jamoasiga topshirilmoqda. We're giving our gifts to the Team Japan and Korea Republic. Navbat kumush medallari sovrindori bo'lgan Hindiston terma jamoasini taqdirlashga. Now it's time for the Team India for the winners of silver medals.
O'zbekiston terma jamoasi kumush medallardan va esdalik sovg'alarni qabul qilib olmoqda. Congratulations to the team India. Endi navbat eslatib o'tamiz. 15 yosh toifasida bo'lgan o'g'il bolalar o'rtasidagi jamoaviy o'yinlarning chempioni Xitoy terma jamoasi. And the champion of the under 15 boys team event is Team China. Chempionlarga kubokni topshirish uchun sahnaga O'zbekiston stol tennisi federatsiyasi bosh kotibi Demak, chempionlarga kubokni topshirish uchun sahnaga O'zbekiston stol tennisi federatsiyasi bosh kotibi Gavharxon Muqaddasovani taklif etamiz. Marhamat. To present the trophy for the champions, may I invite Gavharxon Muqaddasova, Secretary General of the Uzbekistan Table Tennis Federation. Hayajonli daqiqalar. Xitoy terma jamoasi kubokni qabul qilib olmoqda. Olqishlab qo'yamiz. Congratulations to the winner, Team China. Hurmatli xonimlar va janoblar, chempionlar sha'niga Xitoy Xalq Respublikasining davlat madhiyasi yangraydi. O'rningizdan turishingizni so'raymiz. Please rise for the national anthem of the People's Republic of China. Rahmat. Endi esa esdalik suratga tushish uchun barcha jamoalarni fotosessiyaga taklif qilamiz. Thank you to the presenters, medalists. Please stand for a group photo. Barchaga minnatdorchilik bildirib qolamiz va ulardan o'z o'rinlarini egallashlaridan so'rab qolamiz. Thank you very much for all players. Please have a seat. Endi esa marosimni 19 yosh toifasigacha bo'lgan qizlar o'rtasidagi jamoaviy o'yinlarning g'oliblarini taqdirlash bilan davom ettiramiz. Let's continue with the ceremony for the under 19 girls team event. Iltimos sovrindorlarni olqishlaringiz bilan sahnada kutib oling. Please welcome the medalists. Yarim finalchilar Xitoy Taipei terma jamoasi va Koreya Respublikasi terma jamoasi. Semi-finalists Team Chinese Taipei and Korea Republic. Ikkinchi o'rin sohibi Yaponiya terma jamoasi Runner-up Team Japan. hamda chempionlar Xitoy terma jamoasi. Marhamat, sahnaga chiqishingizni so'raymiz. And the champions of the under 19 girls team event is Team China.
medallar va esdalik sovg'alarini topshirish uchun rasmiy mehmonimizni sahnaga taklif qilamiz. Jahongir Mirpo'latov, Toshkent shahar soliq boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari. Marhamat. To present the medals and flowers, may I invite Jahongir Mirpo'latov, first deputy head of the tax committee of the Tashkent city. Marhamat, Yaponiya terma jamoasi o'z o'rinlarini egallab olishlarini so'raymiz. Xitoy terma jamoasi sahnaga marhamat. Welcome the team China. Terma jamoasi bronza medallarni qabul qilib olmoqda. Team China, the Chinese Taipei, they're giving their medals. Yana bir bronza medali sohiblari Koreya Respublikasi terma jamoasi. And our winners of our bronze medal is Korea Republic. Kumush medallari sohibi Yaponiya terma jamoasi medallarni qabul qilib olmoqda. And it's time for the silver medals, Team Japan. Yosh toifasigacha bo'lgan qizlar o'rtasidagi jamoaviy o'yinlarning chempioni Xitoy terma jamoasi medallarni qabul qilib olmoqda. The winners, our ceremony for the under 19 girls team is Team China. Congratulations! Chempionlarga kubokni topshirish uchun rasmiy mehmonni sahnaga taklif qilamiz. Nabil Al-Fakir, Osiyo stol tennisi ittifoqi bosh direktori. Marhamat. To present the trophy for the champions, may I invite Nabil Al-Fakir, CEO of Asian Table Tennis Union. Hayajonli daqiqalar. Chempion bo'lgan Xitoy terma jamoasiga kubok topshirilmoqda. Olqishlab qo'yamiz. Congratulations to the Team China. Hurmatli xonimlar va janoblar, chempionlar sha'niga Xitoy Xalq Respublikasining davlat madhiyasi yangraydi. O'rningizdan turishingizni so'raymiz. Please rise for the national anthem of the People's Republic of China.
tomoshabinlar va mehmonlar. Endi barchangizni esdalik uchun suratga tushishga so'raymiz. Thank you for the presenters, medalists. Please stand for a group photo. Thank you. G'oliblarimizni yana bir bor tabriklaymiz. Congratulations once again. Barcha medalchilarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz va o'z o'rinlarini egallashlarini so'raymiz. Thank you for all the medalists. Please have a seat. Endi esa navbat 19 yosh toifasigacha bo'lgan o'g'il bolalar o'rtasidagi jamoaviy musobaqa g'oliblarini taqdirlash marosimiga keldi. Iltimos sovrindorlarni olqishlar bilan kutib oling. Our ceremony for the under-19 boys team event. Please welcome the medalists. Yarim finalchilar Xitoy Taipei terma jamoasi va Hindiston terma jamoasi. Semi-finalists team Chinese Taipei and India. Ikkinchi o'rin sohiblari Koreya Respublikasi terma jamoasi Runner-up team Korea Republic. hamda chempion Xitoy terma jamoasi. And the champion of the under-19 girls team, boys team event is Team China. Medallar va esdalik sovg'alarini topshirish uchun sahnaga Toshkent shahar soliq boshqarmasi boshlig'i Yunusjon Nasimjonovni taklif etamiz. Marhamat. To present the medals and flowers made by Yunus John Nasimjanov, head of the tax committee of the Tashkent city. Hindiston terma jamoasiga bronza medallari topshirilmoqda. Congratulations to the team India. Xitoy Taipei terma jamoasiga bronza medallari topshirilmoqda. Congratulations to the team Chinese Taipei with the bronze medals. Endi navbat kumush medallar sohibi Koreya Respublikasi terma jamoasiga medallar topshirilmoqda. Runner-up to Team Korea Republic. Marhamat, sovg'alar va gullarni qabul qilib oling. Congratulations to our winners. Endi navbat chempionlar Xitoy terma jamoasiga medallar topshiriladi. Marhamat. And the champion of the under-19 boys event is Team China. Marhamat, guldastalar va sovg'alarni qabul qilib oling. Congratulations to our winners with their presents.
topshirish uchun sahnaga Osiyo stol tennisi uyushmasi prezidenti Halil Al-Mohammadi taklif etiladi. To present the trophy for the champions, may I invite Halil Al-Mohammadi, President of Asian Table Tennis Union. Hayajonli daqiqalar, qadrli muxlislar, chempion Xitoy terma jamoasini qo'llab-quvvatlaymiz. Congratulations to our winners, Team China! Hurmatli xonimlar va janoblar, chempion Xitoy Xalq Respublikasining sha'niga davlat madhiyasi yangraydi. O'rningizdan turishingizni so'raymiz. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of the People's Republic of China. Rasmiylarga minnatdorchilik bildirgan holda barcha medal sohiblarini jamoaviy suratga chorlaymiz. Thank you to the presenters. I'd like to ask all players and guests to take a group photo. Guvoh bo'ldikki, ushbu yosh sportchilar o'zlarining fidoyiligi, jamoaviy uyg'unligi va yuksak sport madaniyati orqali bu yutuqlarga sazovor bo'ldi. Shuning uchun barchamiz yana bir karra olqishlab qo'yamiz. We are pleased to see you at the awarding ceremony of the winners of the team competition of the 29th Youth Asian Table Tennis Championship. Congratulations to all winners once again. Hurmatli xonimlar va janoblar, shu bilan bugungi taqdirlash marosimi nihoyasiga yetdi. Umid qilamizki, vaqtingiz mazmunli va maroqli hamda chempionlar o'yinidan zavq olgan holda maroqli o'tdi. Ladies and gentlemen, thank you very much for today's games. Let's applaud their effort, victories and loyalty to the team together. Barcha tomoshabinlarga va hamkorlarga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Thank you very much to all the presenters, umpires and the players. Keyingi taqdirlash marosimlarida uchrashguncha omon bo'ling. We'll continue day 4 of the Asian Youth Championship tomorrow. Please stay tuned.